Abul Qosim Mahmud az-Zamaxshariy 1075-yil Xorazmda tug'ilib, 1144-yil Urganchda vafot etgan. Alloma yog'och oyoqda bo'lishiga qaramay, ilm izlab ko'plab mamlakatlarga borgan. Makka shahrida uzoq yillar yashab, Qur'oni Karimga tafsir yozgani uchun Jorulloh, ya'ni Allohning qo'shnisi nomi bilan atalgan. Zamaxshariy dunyo ustozi, arablar va ajamlar ustozi, Xorazm faxri, adiblarning Ka'basi degan yuksak nomlarga sazovor bo'lgan. Allomaning mufassal asari Sharq va G'arbda arab grammatikasiga oid ilk fundamental manba sifatida tan olingan. Sham hokimi Muzaffariddin Muso mufassal asarni yod olganlarga 5000 kumush tanga pul va sarpo sovg'a qilgan. Zamaxshariyning Muqaddamatul Adab kitobida dunyo xazinasiga teng asarlar tan olingan. Arablar shu oqsoq turk bo'lmaganida arablar o'z ona tillarini mukammal bilmagan bo'lar edilar deb e'tirof etgan. Xorazmning Zamaxshar qishlog'ida tug'ilib o'sgan olim avlodlarga benihoya boy ilmiy meros qoldirgan. Ma'rifat dunyosida diniy ilmlar, lug'atshunoslik, grammatika, aruz, adabiyot va mantiqqa oid 50 ga yaqin asari, xususan Qur'oni Karim tafsiriga bag'ishlangan Al-Kashshof kitobi ma'lum va mashhurdir. Qo'lingizdagi kitob avvalo az-Zamaxshariy ijodi va ilmi urfon yo'lida bosib o'tgan mashaqqatlari haqida hikoya qiladi. Kitobni o'qirkansiz Allomaning tashvishli dunyosi, afsonaga aylanib ketgan hayoti haqidagi qiziqarli ma'lumotlar bilan tanishasiz. Ammo bu ruhda yozilgan sharhlar orqali olim merosi bilan oshno bo'lasiz. Bu merosning ijtimoiy badiiy mohiyatini teran his etasiz. Kitobga az-Zamaxshariy ijodidagina emas, butun islom madaniyatida muhim o'rin tutgan nozik iboralar risolasi to'laligicha kiritildi. Ushbu risola asosan hikmatlar va tafsiriy lavhalardan iborat bo'lib, Qur'on g'oyalarini ulug'laydi. Sizni iymonli, e'tiqodli, pok niyatli bo'lishga, ma'naviy durdonalarni qadrlashga da'vat etadi. Aziz kitobxon, ushbu kitobni o'qishingizni tavsiya etamiz.